67500 ga kotej sotib olasiz. Ham umra safariga 2 kishilik bilet o'ynalyapti. Bundan tashqari yana texnikalarimiz qo'yilgan. Uy obzorini ko'ringlarchi. Chortoq mahalladan 10 ta uchastka topib qo'ydim. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Narxi vashi realniy narx 67500 dollardan. Uy ichini ko'ramiz. 10 ta yonma-yon qarindosh urug'larga bemalol kelsanglar bo'ladi. Bu yoqda dehqonchilik. Ichkarini ko'ramiz. 2 xonali uy ham 60 ming dollar deyishyapti. Biz sizlarga ozgina qo'shasiz. Ipotekaga ham to'g'ri keladigan kotej ko'rsatamiz. Hop, kiraverishda chap qo'limizda mana kuxnya bo'lyapti. Двухконтурный котел. Uyimiz 100% birinchi etaj, ikkinchi etaj teplый pol. Bu yerda mana birinchi qavatdagi sanuzel bo'lyapti. Va mehmonxona. Mehmonxona ham kichkina emas. Katta. Remontlari, aboylari yaxshi. Natijada patolog qilingan ikkinchi etajga chiqamiz. Birinchi qavatimizda bitta zal, bitta kuxnya bo'layotgan bo'lsa, bu ikkinchi qavatimiz, ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bor. Bu yerda mana birinchi xonasi. Ikkinchi qavatdagi sanuzel va kattalar yotoqxonasi. Bot mana bolalar yotoqxonasi, tashqarida shamol aylanadigan joyi bor. Orientir. Tak, Sergeli yangi hayot Chortoq mahallada bo'lyapti. Yo'l yuzidan ozgina ichkariga kiriladi. 10 ta shunaqa kotejimiz bor. Uyimizning narxi 67500 dollar. Ipotekaga ham gaplashsa bo'ladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Hammaga rahmat.